Meni kuzatib borayotgan muxlislarim, F1 uzumimizda toqalar boryapmiz. Mana shunaqangi bir seriyalashtirish ishlarini olib boryapmiz. Mana ko'rsalaring, buni kaltalar yo'g'on bo'ladi. Mana shu holatda seriyalashtiryapmiz. Chunki bilasizlar, seriyalashtirmasak, ertaga yashikka, korobkaga qo'yib turganda bir xunuk ko'p bo'ladi. Mana kimda mana shunaqangi uzumlar bo'lsa, bir qator ko'rib, agar bu uzumni seriyalashtirmasak, mana bitta qolib ketgan ekan, mana shunga o'xshab serdon bo'lib, guvalikka o'xshab xunukroq bo'lib chiqadi. Shuning uchun toqalashlaringni so'rayman. Va yana kindik uzumimiz mana ko'rgan bo'lsalaring, chiroyli bo'lib boryapti mana. Bu ham o'zini nimasiga kirib boryapti. Xudo xolasa pishganda qo'yaman. Agar yaqinroqda kimlar bo'ladigan bo'lsa, kelib tatib ko'rishlari mumkin. Nihoyatda shirin, juda o'tkir ta'mga ega uzumimiz. Mers uzumlarimiz ham mana donlari yiriklashib, chiroyli holatlarga keldi.